Assalomu alaykum. Men Adilov Olimjon, Zamon maktabining asoschisiman. Xo'p, Zamon maktabini nechun ochganmiz? Birinchi savolga keladigan bo'lsak, eng asosida yotgan sabablardan birisi bu o'zim farzandlarim uchun ochganman. Ya'ni o'zim farzandlarim nechik ta'lim olsin, nechik tarbiya olsin. Unga qanday mana shu men istagan ta'lim va tarbiyani beradigan maktab nechik bo'lsin degan nuqtai nazardan kelib, o'zim maktab ochishga qaror qildim. Va bu maktabni shu o'zimni farzandlarim va bu yerda o'qib turgan farzandlarni ham o'zimni farzandimdek qabul qilgan holatda ularga qanday qilib novini nechun o'rgatish kerak degan savollarni oldimga qo'yib bu maktabni tashkil qilganmiz. Endi bu maktabda novlarga asosiy katta e'tibor qaratilgan degan savolga keladigan bo'lsa, ikki narsa bizlarda muhim hisoblanadi. Birinchisi ta'lim, ya'ni akademik bilimlar, ikkinchisi tarbiya. Buni ikkisini ham birgalikda mujassam, bir-birisiga mos holatda olib borishni maqsad qilganmiz. Ta'limda birinchi o'sha novni o'rgatish kerak, qanday o'rgatish kerak, kim o'rgatishi kerak va qanday uslubda o'rgatish kerak, nima uchun o'rgatish kerak degan savollar qo'yilgan. Tarbiyada ham bolaga novni o'sha tarbiya qilishda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Misol uchun kundalik odoblar, kundalik ishlardagi o'zini tutish holatlari, yeyishda, ichishda, giyinishda, birov bilan muloqotda buni qanday qiladi? Mana shunday eng go'zal suratlar nechik bo'ladi? Birov bilan salomlashganda qanday salomlashish kerak? Unga qanday qilib muomala qilish kerak? Kattaga nechik, kichikka nechik? Yeganda novni yeyish kerak, qanday yeyish kerak? Mana shu narsalargacha o'rgatish maqsadida tarbiyada ikki narsa: odob, axloq. Ham tashqi holati, ham ichki holatini qanday tutish kerakligiga e'tibor qaratganmiz. Ta'limda bo'lsa, boshlang'ich jarayonda, ya'ni boshlang'ich maktabda savodxonlik chiqarishga va bu savodxonlikning ichida eng katta urg'u qaratgan joyimiz bu matematika. Chunki matematika boshqa fanlarga ham asos bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni hisoblashda, miyani ishlatishda bu yordamchi bo'ladi. Mana shu maqsadda matematikaga katta e'tibor qaratganmiz ta'limda va ingliz tili. Chunki bugungi kunda dunyo bo'yicha ingliz tili butun dunyo bo'ylab muloqot tiliga aylanib boryapti va bu til jahon tillaridan eng asosiylaridan hisoblangani uchun biz ham maktabimizda chet tili sifatida ingliz tilini tanlaganmiz va o'sha bolalarimizga ingliz tilida o'sha muloqot qilish, muloqot qilganlarni tushunish malakasini oshirish uchun mana shu ingliz tiliga katta urg'u berganmiz. Demak, asosiy ikki narsa: tarbiyada odob va axloq, ta'limda matematika, ingliz tili va umumiy savodxonlikka katta e'tibor qaratilgan. Bu narsalarni qanday biz olib boryapmiz deydigan bo'lsak, ta'lim jarayonini bola o'rganayotganini faqat tushundingizlarmi, to'g'rimi deb emas, nima uchun bunday bo'ldi? Yoki bo'lmasa qanday qilib buni natijani sen hosil qilding? Qanday qilib 2 ni 2 ga qo'shganda 4 bo'lishi qanday qilib chiqarding sen? Yoki bo'lmasa nechun bu qahramon bunday qildi? Sen uni o'rnida bo'lganingda nima qilar eding? Fikrlash bilan ta'lim jarayonini olib boryapmiz. Tarbiyada bo'lsa, amaliyotga katta urg'u berilgan holatda. Uyingda muloqotda qanday qilding? Kimga yordam berding? Choy ichishda qanday qilib ichib turibdi? Ovqatlanishda qanday yeb turibdi? Yoki giyinish holatlari qanday? O'zini tutishi qanday? Bolalar bilan sportdagi muloqotlari qanday? Mana shu narsalarni umumiy nazorat bilan va amaliyot bilan o'sha bolalarda mana shu mustaqil shaxsiyatni shakllantirish uchun harakat olib borilyapti. Va buni biz mana shu Zamon maktabi konsepsiyasi holatida bir kitob shakliga keltirilib, bir ilmiy asosda olib borishga harakat qilyapmiz. Va o'sha ustozlarimizni ham bu yerda xizmat qilib turgan ta'lim va tarbiya jarayonidagi har bir ustozni malakasini oshirish bo'yicha doimiy ish har hafta bir kun mana shu narsaga qo'yganmiz. Ya'ni bir kun shanba kuni
o'zi haftada 5 kun o'qish kuni bo'ladi. 6-kun ustozlar bilan malaka oshirish kuni deb belgilangan. Hafta davomida bolalardagi holat akademik va tarbiyaviy jihatdan tahlil qilinadi va ma'lum bir mavzu bo'yicha o'sha master klass o'tgan holatda ham ustozlarni malakasini oshirib, ham bu yerdagi jarayonni tahlilini o'sha kuzatib borish orqali ta'lim jarayonini olib borishga harakat qilyapmiz. Zamon maktabidagi bizning maqsadimiz, eng asosiy ko'zlagan maqsad, manzilimiz bu bolalarni buyuk shaxsiyat qilib yetishtirish. Bilimli, odobli, mas'uliyatli, axloqli va insonlarga yordam beradigan, jamiyatga yordam beradigan, o'zidan boshqani ham manfaatini ko'zlaydigan buyuk shaxs, mustaqil inson bo'lishi uchun harakat qilyapmiz. Maktabimizdagi sharoitlarga keladigan bo'lsak, birinchi sinfxonadan boshlaymiz. Chunki hamma ishlar, hamma amaliyotlar sinfdan boshlanadi. Sinfda nechik sharoitlar tashkil qilganmiz. Zamon maktabidagi sharoitlar o'quv jarayoni uchun yetarli, ziyoda emas, kam emas. Yetarli miqdorda, ya'ni bir bola uchun ta'lim olishi uchun, tarbiya olishi uchun nima kerak bo'lsa, mana shu narsalar tashkil qilingan. Sinfxonadan boshlaydigan bo'lsak, birinchi e'tibor bersangiz, partalar. Bu parta keladi, bu yerdan sal o'zgaradi. Bu ikki partani bo'yinda farq bor. Nima uchun desa, parta va kursi bolani bo'yiga mos bo'lishi kerak. Yosh bola o'sha necha santimetr bo'lsa, o'sha standartda belgilangan partasi va kursisi bor. O'shanga yarasha bo'yi sal kichkinaroq yigitlar, qizlar oldida o'tiradi, bo'yi balandroqlar orqadagi partalarda o'tiradi. Ularga ham o'ziga mos parta kursi, bularga ham o'ziga mos parta kursilar qo'yilgan. Undan keyin daskamiz. Daskamiz ham o'sha eski klassik holatda, ham bu yoqi markerli holatda ishlaydigan daskalar qo'yilgan. Ham bu yerda o'sha yo'l holati ham chapmoq holatida qo'yilgan. Undan tashqari sinfda bolalara o'sha internetdan foydalanish, video ko'rsatish yoki boshqa narsalarda kerak bo'ladigan televizor qo'yilgan. Yana sinfda nima kerak desa, bolalar o'sha chanqigan vaqtida suv ichishlari uchun suv apparat har bir sinfda alohida qo'yilgan. Undan keyin sinfxonani o'sha issiqligi va sovuqligi. Issiqligi uchun o'sha pastdan qizadigan va sovuqligi uchun o'sha konditsioner bilan ta'minlangan. Undan keyin bolalar boshlang'ich sinflarda o'sha xilma-xillikni yaxshi ko'rgani uchun sinfni bezakini ustozlar o'zlari bolalar bilan birgalikda xilma-xil ranglardan foydalanib sinfni bezatilgan bu yerda. Undan keyin bolalar o'zlarini shaxsiy buyumlarini qo'yish uchun bu yerda ularga shkaflar tashkil qilingan. Har bir bolani Baymatov, Hayotbek, Shanazarova, Yasmina deb har bir bolani alohida ismi yozilib, bu yerda shkaflar tashkil qilingan va ichida o'zini shaxsiy buyumi turadi. Ya'ni ortiqcha sumkasi, ortiqcha kiyimi yoki boshqa narsasi, sportda foydalanadigan narsasi. Undan keyin har bir xonada yashil maydon bo'lishi uchun gullar bilan ta'minlangan. Bu ham o'zi bolalarning o'zi ko'pchilikni ekkan va bolalarni o'zi parvarish qiladi. Ya'ni tabiat bilan ham bularni muloqotini ta'minlash maqsadida mana shunday jarayon qilingan. Ya'ni umumiy holatni oladigan bo'lsa, bolalara mana shu maktab o'quvchilariga sinfxonada ta'lim va tarbiya olishi uchun nima kerak bo'lsa, mana shu narsalarni tashkil qilganmiz. Buni ziyoda premium darajasida, ya'ni shikarni ham qilmayapmiz, balki noqis ham qilmayapmiz. Mana shu narsa yetarlimi? Standart bo'yicha mana shu kerakli narsalarni ta'min qilganmiz. Maqsadimiz bolalarni emin erkin holatda ta'lim va tarbiya olishlari. Zamon maktabidagi eng asosiy ta'limdagi yo'nalishlarimizdan birisi ingliz tili bo'lgani uchun bu yerda ingliz tiliga alohida xona tashkil etganmiz. Va bu yerda bolalar o'sha onlayn katta daskadan foydalanib ingliz tilini o'rganish maqsadida bu yerda elektron daska qo'yganmiz. Ham internetdan foydalanadilar, ham mana shu daskani o'zida yozish, chizish, hamma ishlari mana shu yerning o'zida amalga oshiriladi. Misol uchun mana shunday
yozadilar. Agar video kerak bo'lsa, videoga o'tadilar, rasm kerak bo'lsa, rasmga o'tadilar, ya'ni internet bilan interaktiv holatda o'tadi. Oddiy daskamiz ham bor bu yerda. Undan tashqari bu xona faqat ingliz tili uchun. Qaysi sinfda ingliz tili bo'lsa, o'sha vaqtida keladi, bu yerda o'tadi, undan keyin yana o'zini asosiy sinfiga borib, bu yerda qolgan darslarni davom qildiradi. Ya'ni bu yer ingliz tili uchun maxsus xona qilingan. Endi maktabimizdagi eng asosiy va eng kerakli joyina keladigan bo'lsak, bu bolalarning ovqatlanishi. Maktabda bolalarni yoshiga nisbatan biz 3 marta ovqatlanishni reja qilganmiz. Chunki bolalar ozonda ovqatlanib kelishi juda o'sha kam bo'ladi va tez och bo'lib qoladi. Tez och bo'lgandan keyin dars jarayonini xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun yegandan 1 soat chiqqandan keyin, bir dars chiqqandan keyin ertalabki nonushta tashkil qilamiz. Undan keyin 12:30 da obed ovqat tashkil qilamiz va 3 da peshin choy tashkil qilamiz. Mana shu ovqatlanishda navlarga e'tibor qaratgan. Eng birinchi narsa bu poklik. Ya'ni pok holatda tayyorlanishi va pok mahsulotlardan tayyorlanishiga e'tibor berganmiz. Undan keyingisi tabiiylik. Ya'ni mahsulotlarimiz tabiiy toza mahsulotlardan bo'lishligi, buzilmagan sun'iy o'sha qarishmalardan tashkil topmagan ovqatlar bo'lishligiga katta e'tibor qaratganmiz. Va bu jarayonda o'zlarimiz ham, mana shu yerda ishchilarimiz, o'qituvchilarimiz va o'zlarimiz ham albatta ovqat jarayonida nechik bo'lib turganini bilish uchun o'zlarimiz ham shu yerda ovqatlanamiz, bolalar bilan birgalikda uni ta'mini ko'ramiz, agar yoqmasa o'zgartiramiz. Mana shu jarayonni bolalarni luqmasini e'tiborini qilishga katta e'tibor qaratganmiz. Chunki bu narsa bolani ichiga kirib turgan narsa, uning ruhiyatiga ham ta'sir qilishi butun hamma mutaxassislar va kitoblarda bayon qilingan. Shuning uchun luqmasiga katta e'tibor qaratish zamon maktabining asosiy ishlaridan hisoblanadi. Endi novu narsalar yeydi bolalar. Ertalabki choyda bolalarda kalsiyga boy mahsulotlar bo'lishi uchun sutli narsalarga katta e'tibor qaratilgan. Ertalabki nonushtada albatta sutli novudir bo'ladi. Undan keyin obedki ovqatda ratsionni shunday tuzilgan, mutaxassislar yordamida ham bolalarning ishtahasi inobatga olingan, ham o'sha kerakli nechalli miqdorda go'sht, nechalli miqdorda boshqa mahsulotlar yeyishi kerak bo'lsa, o'shanga qarab turib menyu tuzilgan. Va bu menyu doimiy tarzda tahlil qilib boriladi. Misol uchun bir ovqat pishdi, bolalar zo'r yesa, uni ko'paytiriladi. Bir ovqat pishdi, bolalar uni orttirsa, albatta u tezlik bilan o'zgartiriladi. Nima uchun bu narsa bo'ldi? Bola yeyasi kelmadimi, yo issiq, sovuq o'sha mavsumlar ham e'tiborga olinadi. Misol uchun qishda yeyiladigan ovqatlar yozga kelib, yeyilishi pasayadi. Yog'liroq bo'lgan narsalar qishda bo'ladi, boshqa vaqtida yengilroq yozga kelib yengilroq narsalar ko'payadi. Undan keyin albatta shirinlik qo'shilgan. Shirinlik ham tabiiy holatda bo'lishiga e'tibor beriladi. Bu yerda qarasangiz, o'zlarimiz bu yerda shirinlik tayyorlaymiz. Chunki shirinlik bolani aqlini rivojlanishi uchun eng kerakli mahsulotlardan birisi hisoblanadi. Chunki bolani rivojlanib kelayotgan bolalarning miyasi shirinlikka muhtoj bo'ladi. Shirinlik qancha o'sha yetarli miqdorda berilsa, ya'ni orttirib berilmagan va naqs qilinmagan holatda berilsa, bu narsa bolani miyasini rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Mana shuni e'tiborga olib, qancha miqdorda shirinlik kerak, qancha miqdorda go'sht kerak, qancha miqdorda sut mahsulotlari kerak, bular mutaxassislar yordamida bizlarning menyuda nima yeyilishi kerakligi shundan kelib chiqib tashkil qilingan. Endi ta'lim jarayonida faqat bolalarga aqliy, akademik bilimlar yoki o'sha tarbiyaviy jarayondan tashqari bolalarning badanining ham sog' bo'lishi, harakatda bo'lishi juda ham muhim hisoblanadi. Shuni e'tiborga olgan holatda bizlar maktabimizda ham ichki sport xonasi, ham tashqi sport maydonchasini tashkil qilganmiz. Bu yerda bolalar o'sha o'tirish natijasida sinf xonada yig'ilib qolgan energiyasini chiqarib beradi. Har kun bolalar kamida 40 minut mana shu sport ishlari bilan shug'ullanishi kerakligini biz inobatga olib, bu yerda shunga yarasha reja tuzilgan. Dars jarayoni va dars jadvali mana shu sport harakatlarini inobatga olgan holatda tuzilgan. Dars
da o'sha jismoniy tarbiya darslari va jismoniy tarbiya bo'yicha to'garak va katta tanaffusda bolalarni futbol yoki mana shunday mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'lishi uchun kerakli sharoit tashkil qilingan. Bu yerda go'rash o'g'il bolalari, qiz bolalari o'sha badiiy gimnastika bo'yicha, yengil gimnastika bo'yicha to'garak o'tkaziladi va o'sha hamma dars jadvallarida bo'lgan kabi jismoniy tarbiya darslari olib boriladi. Bular uchun bolalar o'sha lat yemasligi uchun maxsus materialdan tayyorlangan döşemeler olib kelingan. Bu yerda bolalar o'sha sport mashg'ulotlari bilan band bo'lishadi. Maktabimizda o'quvchilarimiz tomonidan maxsus olimpiadalarda ham mahalliy ham o'sha xalqaro olimpiadalarda ishtirok qilib, o'tgan yildan hozirgacha juda ko'plab o'sha sovrinli o'rinlarga ega bo'ldilar. Misol uchun xalqaro olimpiadalarda Irin Republic matematika bo'yicha, ingliz tili bo'yicha olimpiadasi, Bond xalqaro olimpiadasi, misol uchun birinchi o'rin olgan Yo'ldashova Mehribon qizimiz birinchi o'rinni olib keldi. Undan keyin bu yerda Qutimov Shohjahon birinchi o'rinni olib keldi. Undan keyin yaqinda Buxoroda bo'lib o'tgan olimpiadadan ham yigit qizlarimiz birinchi oliy o'rinlarni olib keldilar. Bu olimpiadalar 50 dan ziyod o'sha birinchilikni olgan yigit qizlarimiz matematika, ingliz tili yo'nalishlarida o'sha oliy birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib ishtirok qilib kelatirlar. Bu ham maktabimiz uchun juda ham katta bir natija hisoblanadi. Hali 2 yil bo'lishiga qaramasdan o'quvchilarimizda juda katta natijalar hosil bo'lib turibdi. Siz ham farzandingiz uchun ta'lim va tarbiyani mujassam holatda olib boriladigan bir maskan qidirayotgan bo'lsangiz, unda biz sizni Zamon maktabida kutib qolamiz. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga telefon qiling. Biz albatta siz bilan aloqada bo'lamiz.